mana yirik biznesmenlar yaxshi SEOlarni, ish boshqaruvchilarni ishlatishni xohlaydi, lekin qanaqa tanlash kerakligini bilmaydi. Men SEO tanlashda birinchi o'rinda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu raqamlarni bilishi deb bilaman. Ya'ni analitika qilishni bilish kerak. Ya'ni 100 ta klient kelgan edi, 30 tasi sotib oldi, 70 tasi qayerga ketyapti deyishni biladigan SEO bo'lish kerak. Har qancha liderligi bor-u, lekin raqamlar bilan ishlashni, analitika qilishni, shunga qarab harakat qilishni bilmaydigan odam kuchli SEO bo'la olmaydi. Ana endi u yog'i lider bo'lishi, boshqara olishi, delegировать qila olishi, hamma ishni o'zi qilib keta oladigan emas, qildirishni xohlashi, mana shu narsalarni e'tiborga olsa bo'ladi. SEOmi, HRmi, marketologni ishlatishni bilgan odam birinchi o'rinda uzoq muddatli katta maqsadlari bo'lishi kerak, haqiqiy biznes qilishni xohlashi kerak. Soxta, chala-chulpa biznes qilishni, bir so'm pul topishni xohlaydiganlar hech qachon bunaqa SEO yoki boshqalar ishlata olmaydi. Va undan tashqari har bir o'sha top menejerdan nima kutayotganligini aniq bilish kerak. HRdan nima kutaman, SEOdan nima kutaman aniq bilish kerak.